Salom. Hozirgi kunda marketplace'larda tovarlar sotish biznesi oson va daromadli biznes turiga kiradi. Tajribangiz bo'lmasa ham, skladingiz bo'lmasa ham siz 2-3 oyda yaxshigina daromad olishingiz mumkin. Bugun sizlar bilan ushbu videoda marketplace'larga qadamma-qadam chiqish haqida gaplashamiz. Marketplace'da biznes boshlashning asosiy g'oyasi talabi kuchli bo'lgan tovarni, marjinalisi katta bo'lgan tovarni topish va u tovarni marketplace'larda, ya'ni Ozonda, Wildberries'da, Uzumda boshqa marketplace'larga joylab, uni kartchkalarni yaratib, uni to'g'ri hisob-kitob qilib, uni to'g'ri prodvigat qilish bilan siz oyiga o'zingizni millionlaringizni ishlashingiz mumkin bo'ladi. Mana shu asosiy g'oya. Hozir mana shu g'oyani birma-bir ko'rib chiqamiz. Hozirgi paytda bizning o'quvchilarimiz har xil yo'nalishlar orqali marketplace'larda o'zlarining pullarini ishlaydi. Kimdir o'zini tovari bilan, kimdir o'zini bilimi bilan, kimdir esa pulsiz. Nima uchun aynan marketplace? Marketplace'da agar siz biznes boshlasangiz, o'zingizni skladingiz bo'lish shart emas. Rasxod qilib sayt ochishingiz shart emas. Ofis ochish yoki bo'lmasam ishchilarni ko'paytirib, ofislaringizni remont qilib, ortiqcha rasxodlarni qilishingiz shart emas. Bularni barchasi marketplace sizga taqdim qiladi. Marketplace'da kam sarmoyasiz bilan, arzon tovarlar bilan, daji pulsiz dropshipping yo'nalishi orqali o'z biznesingizni boshlashingiz mumkin. Marketplace'da biznes boshlashingiz uchun sizni qayerda ekanligingiz qiziq emas. Siz O'zbekistonda, Dubayda, boshqa joyda dam olib ham o'zingizni magaziningizni udalyonni turgan joyingizdan boshqarishingiz mumkin bo'ladi. Marketplace sizni biznesingizni rivojiga, o'sishiga juda ham katta yordam beradi. Siz bir dona tovaringiz bilan juda ham ko'p davlatlarda o'zingizning klientlaringizga mahsulotlarni sotishingiz mumkin. Dastavshik oling, uni klient yetkazib beradigan muammolarni o'ylamaysiz. Ularni barchasini marketplace o'z zimmasiga oladi. Marketplace'lar o'z trafigi orqali millionlab klientlarni jalb qiladi. Televizor, bannerlar, blogerlar, siz reklamaga katta pul rasxod qilishingiz shart emas. Buni ham marketplace o'z zimmasiga oladi. Tasavvur qiling, siz offline do'koningiz bor, sizning mahsulotlaringizni sizga yaqin bo'lgan insonlarga yoki bo'lmasa o'zingizning shaharingizga dastavka qilib sotib bera olasiz. Lekin marketplace'da o'zingizning mahsulotingizni juda ham ko'p davlatlarga sotishingiz mumkin bo'ladi. Asosiysi yuqori daromad. Hozirgi paytda o'rtacha sotuvchilar oyiga $2000 dan $5000 daromad qiladi. Ba'zi bir tovarlarning natsenkasi 200% dan 500% gacha yetadi. Boshqa xizmatlardan farqli ravishda marketplace'larda sizning mahsulotingiz sizsiz ham sotiladi. Siz uxlayotgan paytingizda ham sizning mahsulotingiz 24 ga 7 onlayn tarzda sotilishi mumkin. Misol uchun ushbu o'quvchimiz o'zining mahsulotini marketplace'ga olib kirdi va 3 oy ichida 1 million oborotga yetdi. Hammaga assalomu alaykum. Ismim Shahzod, yoshim 26 da, Tojikistondanman. Moskvada taksi bo'lib ishlardim. 4 oy oldin Mamayev School'da Wildberries kursini tugatdim. Biznesimni 300 ming rubldan boshladim. Moskvani optim bozorlaridan 500 rubldan fen sotib olib, Wildberries hisob kitobini, komissiyalarini chiqarib 1800 rubldan sotdim. 3 oy vaqt davomida oborotim 1 million rublga yetdi. Keyingi tovarlarimni Xitoydan zakaz qilib, hozirda sotishni davom ettiryapman. Eng asosiysi taksichilikdan chiqdim. Endi esa kelinglar do'stlar, marketplace'larda pul ishlash usullari, yo'llari haqida gaplashamiz. Birinchi yo'li hammaga qiziq pulsiz biznes boshlash. Ya'ni o'zingizni bilimingiz bilan menejerlik. To'g'risi hozirgi paytda klientlar topishdan umuman muammo yo'q, sababi kuchli mutaxassislar hozirgi paytda kam. Siz klientni qayerdan topasiz? Bozorlardan, ishlab chiqaruvchilar yoki bo'lmasam bozordagi kitaistlar, investorlar, tovari bor insonlar. O'sha insonlarning mahsulotlarini marketplace'larda realizovat qilishga menejer yordam beradi. Ya'ni mahsulotni kartchkasini yaratish, unga chiroyli fotostudiya, infografika, infograflar bilan ishlash, fulfillment xizmatlari bilan ishlash, o'sha mahsulotni siz udalyonni prodvigat qilishga yordam berasiz. Ya'ni siz klientingizga magazin ochasiz, kartchkalarni yaratasiz, reklamalarni ustida ishlaysiz, konkurentlarni tahlil qilasiz, infograflar, fotostudiyalar bilan svязьlaringiz bo'lishi kerak. Menejerlik xizmatida siz udalyonni xohlagan joyingizdan turib magazinlarni upravlyat qilib, oyiga 50 mingdan 150 ming rubl oylik olishingiz mumkin bo'ladi. Keyinchalik esa oborotlarni ko'targaningizdan keyin общий oborotdan 5% dan 10% gacha
daromad qilishingiz mumkin bo'ladi. Misol uchun bizni o'quvchimiz. Assalomu alaykum hammaga. Ismim Muhammad Ismoil, yoshim 20 da. Rossiyada studentman. Mamayev Schoolda Ozon Valbers kurslarini tugatganman. Hozirgi kunda men ekspertman Ozon bo'yicha, Valbers bo'yicha ham. Men asosan menejer bo'lib ishlayman. Mening asosiy vazifam menejerlikda. Ishlab chiqaruvchi borlardi, tovari borlardi Ozon Valbersga to'g'ri olib kirish va ularga fulfillment xizmatlari, tovarni to'g'ri to'ldirish, reklamalarni to'g'ri yoqish va shunga o'xshagan xizmatlarni professional darajada taqdim etish bo'ladi. Endi menga o'xshagan professional menejerlar Ozon Valbersda menejerlik qilib 50 ming rubldan 300 ming rublgacha olishadi yoki bo'lmasa oborotdan kamida 4-5% olishadi. Endi mana shunday natijaga erishganim uchun birinchi navbatda Mamayev School'da maktabiga juda ham minnatdorchilik bildiraman va Abbos akaga ham juda ham katta rahmat va sizlarga ham tavsiya qilaman. Ikkinchi yo'li bu tovarsiz biznes boshlash, ya'ni dropshipping yo'nalishi orqali. Menimcha juda ham ko'p insonlar dropshipping yo'nalishini bilsa kerak, o'zini mahsuloti bo'lmasa ham поставщикda mahsulotini olib, suratga olib, marketplace'larga joylash imkoniyati bor. Hozirgi paytda marketplace'larda FBS yo'nalishi bor, ya'ni siz o'zingizni skladingizdan turib mahsulotingizni yuborsangiz bo'laveradi. Misol uchun siz bozordan поставщик topasiz, tovarni topasiz, bir dona tovarni chiroyli suratini qilasizda marketplace'ga joylaysiz. Marketplace'dan zakaz tushgandan keyin siz topgan поставщик o'sha mahsulotni PVZga, ya'ni marketplace'ni skladiga olib borib beradi va shu tarzda siz sekin-sekin biznesga kirib kelasiz. To'g'ri, har doim biznesga pul kerak boshlash uchun juda ham ko'p insonlarda shunaqa fikr bor, lekin oldingizga katta maqsad qo'ygan bo'lsangiz, birovni tovarlari bilan ham sekin-sekin marketplace'larga kirib kelishingiz mumkin. Misol uchun bizning o'quvchimiz Muhammadjon o'zi stroykada ishlagan. Birinchi bizning maktabimizga kelib o'qiganda uni cho'ntagida kamgina puli bo'lgan, qo'rqqan. Men qanday qilib kamgina pul bilan biznes boshlasam bo'ladi? U bozorga borgan, xitoylik bilan tanishgan, xitoylik unga mahsulotni ko'rsatgan. Bir dona tovarni sotib olgan va uni suratini qilib marketplace'ga joylagan. O'sha paytda Muhammadjon trendga chiqqan tovar bilan boshlaganligi uchun kuniga 5 ta 10 ta zakaz tushishni boshlagan. Birinchi o'zi olib tovarlarni PVZga olib borgan, keyin esa xitoyliklar unga vaqti bo'lmaganda olib kirishga yordam bergan. Hozirgi paytda Muhammadjonda tasavvur qilib bo'lmaydigan oborot, ya'ni o'rtoqlar $160 ming, 16 million rubllik mahsulotni 3 oy ichida sezonda o'rtoqlar sotib bo'lgan. Bu narsaga ko'p insonlar ishonmasligi mumkin, lekin tasavvur qiling, agar sizni mahsulotingiz kuniga 10 ta, 20 ta sotilib turganini ko'rganingizdan keyin siz yerda tagidan ham pul topishingiz mumkin bo'ladi. Uchinchi yo'nalishga keladigan bo'lsak, ko'p sellerlarda savol paydo bo'ladi. Men biznesimni qancha bilan boshlasam bo'ladi? To'g'risi 50 ming rubl bilan boshlagan insonlar bor, 100 ming rubl bilan boshlagan insonlar bor, 1 million, 3 million, 5 million rubl bilan boshlagan insonlar bor. Bu yoqda siz qancha pul daromad qilishni xohlayotganligingizga bog'liq. Agar siz o'zingizni magaziningizni yo'lga qo'ymoqchi bo'lsangiz, hozirgi paytda Rossiya bozorlari bilan yoki bo'lmasam o'zingizni ishlab chiqarishingiz bo'ladigan bo'lsa, o'zingizni mahsulotingiz bilan yoki bo'lmasam Xitoyning fabrikalarida 1688, Taobao saytlari orqali fabrikalarni topib, o'sha mahsulotlarda cho'ntagingizdagi kapitalga qarab turib, o'zingizni biznesingizni yo'lga qo'yishingiz bo'ladi. Buning uchun ko'p insonlar savol beradi, menga nimalar kerak? IP, notebook, ozgina bilim, qolgan hamma sistemani biz yo'lga qo'yganmiz. Marketplace'larga chiqishning asosiy bosqichlari. Birinchisi o'zingizni nishangizni tanlash, raqobati kam, marjinallik katta bo'lgan mahsulotni topish. Buning uchun qanday topasiz? Hozirgi paytda analitik programmalar bor, MPSTAS, Maniplace, Seller Fox, mana shu programmalar orqali siz bozorni tahlil qilib, hozir shu tovar bilan kirsa bo'ladimi, hozir ayni paytimi, shundoq qilib birinchi o'rinda o'zingizning nishangizni topib olasiz. Ikkinchisi, tanlagan tovaringizni, topgan nishangizni, поставщикni topasiz. Hozirgi paytda Rossiyaga agar olib qaraydigan bo'lsa, Yujniy Vorota, Sadovod, Lyublyanoda juda ham ko'p kitayslar o'tiradi. U yoqdan o'zingizni поставщикingizni topishingiz mumkin yoki bo'lmasam biz orqali Xitoy fabrikalari 1688, Taobao, Poison boshqa saytlarda o'rganib, u yoqdan zakaz qilishlar mumkin bo'ladi. Biz o'zimizni kargolarimizni yo'lga qo'yganmiz. Xitoyda ichida tovarlarni topish, o'zingizni brendingizni yaratishdan hech qanday muammolar bo'lmaydi. Yoki bo'lmasam Qirg'izistondagi ishlab chiqaruvchilar, O'zbekistondagi ishlab chiqaruvchilarni ham topishingiz mumkin bo'ladi. Tovarimizni aniqlab oldik.
поставщикni ham topdik. Keyingi qiladigan ishimiz marketplace ichidagi magazinimizga mahsulotimizni kartochkasini yaratish. Kartochkalar yaratishda nimalarga ko'proq e'tibor berish kerak? Birinchi e'tibor beriladigan narsa bu rasm, ya'ni mahsulotingizni surati, infografikasi, oddiy telefon bilan rasmga olib qo'yish hozirgi kunda ishlamaydi. Shuning uchun ham harakat qilishingiz kerak. Mahsulotingizni качественный suratlar bilan, chiroyli infografikalar bilan joylashdi. Marketplace'da sotuvni asosiy narsasi bu rasm sotadi. Misol uchun bir o'quvchi boshqa shkolada o'qib, noto'g'ri tovar tanlab, reklamalar bilan ishlashni bilmagandan keyin bizga murojaat qildi. Biz hozirgi paytda uni reklamalar bilan ishladik, tovarlarni ustida ishladik. Uni prodajasi 20% ga oshdi. Keyin esa mahsulotingizga unikalniy описание yozishingiz kerak bo'ladi. Hozirgi paytda juda ham ko'p insonlar men rus tilini bilmayman yoki bo'lmasa men grammatikadan qiynalaman deb o'zlarini ayblashadi. Lekin hozir bizda ChatGPT bor. Siz ChatGPT orqali unikalniy описанияларni yaratishingiz mumkin bo'ladi. Mahsulotingizni ko'proq klientlarga ko'rsatishni xohlasangiz, klientlar oson topishini xohlasangiz, ключевой so'zlardan, taglardan foydalanishingiz kerak bo'ladi. Ko'p sellerlar ключевой slovolardan foydalanmaydi yoki bo'lmasa noto'g'ri taglarni yozganligi sababli Wildberries'da, Ozonda yoki boshqa marketplace'larda tovarlari ko'rinmaydi. Shuning uchun ham asosiy e'tibor beriladigan narsa bu ключевой so'zlar. Yangi boshlagan sellerlarda asosiy xatolardan biri bu bozorda konkurensiyasi katta bo'lgan mahsulotni tanlab olish. Ya'ni u bozorda analiz qilmasdan, bozorni tahlil qilmasdan o'yinga kirib keladi. Shuning uchun ham sizda bunaqa xato bo'lmasligi uchun siz mana bu analitik programmalar orqali foydalaning yoki bo'lmasam Amazondagi tovarlar qanday mahsulotlar zo'r sotilyapti, shunga qarab ham aniqlasangiz bo'ladi. Ikkinchi xato fikr mulohazalar, odzivlar, reytinglar. Ko'p insonlar bu narsaga e'tibor bermaydi, lekin bu marketplace'da juda ham muhim. Shuning uchun ham odzivlar bilan ishlashni o'rganishingiz kerak. Biror mahsulot sotsangiz, harakat qiling u mahsulotingizni ichiga chiroyli, приятный vizitka joylash. Menga odziv qoldirsangiz, sizga qanaqadir keyingi safar bonus beraman yoki bo'lmasam unikalniy предложение, ya'ni mahsulotingizni oldiga qanaqadir kichkinagina tovarni sovg'a sifatida berib, оставьте отзыв, пожалуйста deb har xil chiroyli statiyalarni yozib qoldirishingiz kerak bo'ladi. Чтобы klientga приятный bo'lsin, u sizga chiroyli odzivlarni yozib qoldirsin. Yoki bo'lmasam o'zingizni mahsulotingizni razdacha qilish. Birorta insonga sovg'a qilib jo'natasiz, u inson sizga chiroyli odzivlarni yozib beradi. Yoki bo'lmasam o'zingizni yaqinlaringizga iltimos qilasiz, mahsulot sotib olishadi va chiroyli odzivlarni yozib berishadi. Sellerlarda uchinchi xatosi noto'g'ri narx belgilash. Siz bu joyda konkurentlarning tahliliga tayanishingiz kerak. Ular qanday sotyapti, qanchadan sotyapti, siz o'ylashingiz kerak emas. Men hozir 50% arzoniga sotsam ko'proq sotaman. Bu yoqda siz marketplace'larda komissiyalari, fulfillment xizmatlar, prochi расходlar, reklamalar, unit ekonomikani to'g'ri sanashni o'rganishingiz kerak. Keyingi xatosi kuchsiz tovarni kartochkasini yaratish. Buning uchun siz professional fotostudiyalardan chiroyli rasmlarni yaratishingiz kerak bo'ladi. Ko'p sellerlar xato qiladi. Oddiy telefonlarda rasmga olib, uyida qanaqadir fonlarga rasmga olib, prodajaga qo'ymoqchi bo'ladi. Bunday qilsangiz ham bo'ladi, lekin siz bozordagi konkurensiyaga qarashingiz kerak. Hozirgi paytda insonlar qanaqa chiroyli suratlar qilyapti, qanaqa chiroyli infografikalar qilyapti. Shuning uchun ham bu xatoni qilmaslik uchun harakat qilishingiz kerak. Professional fotostudiya, fotograf, infograflardan foydalaning. Keyingi xato bu reklama yo'qligi. Hozirgi paytda marketplace'larda внутренний бесплатный reklamalar bor, внешний reklama, blogerlarga reklama berishlar kerak bo'ladi. Ko'p sellerlar reklamaga pul расход qilgisi kelmaydi, yana menda prodaja yo'q deb o'ylanadi. Вообще-то biznesda o'rtoqlar asosiy dvigateli bu reklama hisoblanadi. Shuning uchun ham siz reklamaga pul расход qilishingiz kerak bo'ladi. Qaysi ma'noda? Blogerlarga, aksiyalarga, har xil telegramlarga mahsulotingizni reklamaga bering. Bu videoda siz qanaqa xulosa olishingiz mumkin? Marketplace'da minimalniy summa, ya'ni 50 ming rubl bilan ham boshlash mumkinligini bilishingiz. Tayyor savdo tizimi, ya'ni siz klientlar bor joyga o'zingizni mahsulotingizni olib kiryapsiz.
bo'lyapsiz. Bu yerda oson va tez o'sish imkoniyati. Hozirgi paytda marketplace'da siz 100 tadan 100 ming donagacha mahsulotni olib kirib sotishingiz mumkin. Aytib o'tganimdek, tovarsiz ham daromad olish, ya'ni menejerlik xizmati. Siz sotuvchilarga, ishlab chiqaruvchilarga, tovari bor insonlarga olgan bilimlaringizdan foydalanib pul ishlashingiz imkoniyatini beradi. Yana biz nimani xulosa qilishimiz mumkin? Siz o'zingizga unikalniy tovarlarni sotish imkoniyatini beradi. Ya'ni siz uyda o'tiribsiz, nimanidir ixtiro qildingiz, o'sha mahsulotni ham marketplace'larda sotishingiz mumkin bo'ladi. Bunga misol Sitora o'zi nabor choylarni qilgan, Erondan zakaz qilib, har xil upakovkaga choylarni solib turib, $1 million bir yilda оборот qilgan. Siz ham qo'lingiz gul bo'lsa, hunarmand bo'lsangiz yoki bo'lmasam tikuvchi bo'lsangiz, o'zingiz ham qanaqadir yaxshiroq mahsulotlarni yaratib turib, marketplace'larga olib kirib sotishingiz imkoniyatini beradi. Do'stlar, men bu videoda marketplace'lar haqida qisqacha ma'lumot bera oldim deb o'ylayman, lekin sizlarga keyingi videolarda juda ham ko'p live hacklar va juda ham ko'p interesli ma'lumotlar kutyapti. Eng asosiysi, sizlarni men o'rtoqlar bepul vebinarga taklif qilmoqchiman. U vebinarda o'rtoqlar juda ham ko'p live hacklarni, juda ham ko'p millionga teng bo'lgan ma'lumotlarni olishingiz mumkin bo'ladi. 2025-yilda qaysi tovarlar bilan kirish, mahsulotni qanday qilib to'pga olib chiqish, o'zingizni brendingizni Xitoy orqali yaratish, Xitoydan tovarlarni olib kelib nafaqat marketplace'larda, balki bozorlarda, sitovoy magazinlarga sotish, undan tashqari 10 dan ortiq kuchli marketplace'dagi ekspertlar, 15 tadan ortiq bizni o'quvchilar chiqib, sizlarga o'zlarini yo'llari haqida gapirib beradi. Men o'ylaymanki, bu sizlarga juda ham manfaatli bo'ladi. Agar siz ro'yxatdan o'tishni xohlasangiz, pastda men hozir sizlarga silka jo'nataman. O'tinglar, eng qizig'i juda ham qimmatbaho sovg'alar, bepul kurslar sizlarni kutyapti. Bundan keyingi video yana ham qiziqarli bo'ladi. Shuning uchun biz bilan qoling, bizdan uzoqlashmang. Hammaga rahmat.